Ertaga xonadonimizni ko'rishingiz mumkin. Kesib pishirishga gilamlarimizni butunlay olib olganmiz. Hozir buni kesib, tayyor holatini ko'rsatamiz. Birinchi xonamiz bitganini ko'rishingiz mumkin. Rit holatda. Uyimiz remontlariga ham zo'r tushdi. Har bitta burchagi har doimgidek to'lanishlari alohida tema bo'lgan. Buni bitta tirsillatib olamiz. Ikkinchi xonamiz. Buning har bitta burchaklari e'tibor bilan, ya'ni overlock tikilgandan keyin overlock haqlari ham qoldirilgan. Kalta bo'lib ochilib qolmaydi. Üçüncü xonamiz turishi. Buni ham o'z kesib tayyorlaymiz. Bitgan holatlarni ko'rishingiz mumkin. Bu ham plyusgacha kritik bo'lgan hamma joylari. Mebellar joylashmagan, hali e'tibor bermaysiz. Joyini ko'chiramiz keyin. Qilinadigan ish bitta chetlarini tikib, overlock qilib qaytarishimiz qoldi. Yana kimga shuna xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqa chiqarib, ishlaringizni chiroyli, sifatli va tez, asosiysi arzon narxlarda bitkazib beramiz.